Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lining Xitoy bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatning ostilganligi to'g'risidagi bayonotidan keyin Xitoyning Turkiyada turishlik bosh elchisi Shaobin muxbirlar bilan ko'rishib, ikki davlatning munosabatini baholadi. Egilishicha, Shaobin muxbirlarni kutilish yig'inida Turkiyaning Bejingda turishlik bosh elchisining Sharq Turkistonni ziyorat qilishni xohlaydiganligini aytgan. Lekin u mehmonlar uyining sezgurligi bo'yicha ish qilish kerak deb ogohlantirgan. Xitoy bosh elchisi Turkiya-Xitoy munosabatining mohiyatida to'qinishning yo'qligini, Xitoy tarafining Turkiya bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirishda samimiy ekanligini ta'kidlagan. Uyg'urlarning o'tkazib berilishi haqida matbuotlarda chiqqan xabarlarni tilga olgan bosh elchi ikki davlatning adliya hamkorlik kelishimini eskartib, jinoyatchilarning milliy kelib chiqishi va dinini nazarga ilinmaydiganligini ta'kidlagan. Chavusho'g'li bayonotida Turkiyaning hech qanday Uyg'urni Xitoyga bermaganligini aytgan edi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Ciddi Sağlamlıq Proqrammasının direktörü Mark Ryan Xitayda tez sürətdə yamarayotgan Xitay virusu münasibətlik bayanatida Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitay hakimiyyəti təminləyən virus haqqındakı sallıq məlumatlara işənməydiganlığını bildirdi. Mark Ryan Xitayning barlıq sallıq məlumatlarını yanıla ortaqlaşmaydiganlığını ta'kidladi. Yana bir tarafdan Xitoydagi yuqumlanuvchilarning sonining eshishi sababli Germaniya hukumatı Xitoydan kelgan yo'lovchilardan tekshirish natijasi talab qiladiganligini bildirdi. Pakistan bosh ministri Shahbaz Sharif bilan Xitoy bosh ministri Li Keqiangning ikki davlatning hamkorligini tezlitishga qo'shilganligi bildirildi. Pakistan bosh ministrligi ishxonasining bayonotiga qaraganda, bosh ministr Sharif Li Keqiang bilan ikki davlat munosabati haqida telefon suhbati o'tkazgan. Sharif Liga Islomobodning Xitoy mablag' sog'uvchilarini butunlay bexatar va foydali savdo muhiti bilan ta'minlaydiganligiga kafolat bergan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price Turkiyaning Washingtondagi bosh elchixonasining talabiga binoan o'zlarining rasmiy xatchaklarida inglizcha Turkiya degan nomning o'rniga turkchadagi Turkiya degan so'zni ishlatadiganligini e'lon qildi. Amerika Avam Palatasidagi 8-qatimliq bilet tashlashda parlament boshlig'i saylanmadi. Xabar qilinishicha, saylamning 3-kuni o'tkazilgan 8-qatimliq bilet tashlashda Cumhuriyetçiler Partiyasining ko'p sonli rahbarlari Kevin McCartney raislik saylashga yetarli yordamga erisholmagan. Ma'lum bo'lishicha, bu Amerika Avam Palatasida yaqinqi 100 yil ichida 7-qatimliq bilet tashlashda bir rais saylanmaslik rekordidan eshib ketgan. 2022 yılı noyabrda Janubiy dengizdagi talash tortishdagi rayonga Xitoy raketasiga oid axlatlarning tushib ketishidan kelib chiqqan jiddiylikdan keyin Xitoy bilan Filippin ikki davlat o'rtasida qo'yib berish ogohlantirish sistemasi o'rnatishga qo'shilgan.